Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Iqtibos ko'rsatuvi yana davom etadi. Oldingi galda o'zlarining chiqishlari bilan, mulohazalari bilan alohida ajralib turgani uchun ko'plab muxlislarimiz yana bir bor ularni ishtirok etishini istaganlari bois, mana suhbatdoshimiz sizga yaxshi tanish bo'lgan adabiyotshunos Rahmon Qo'chqorov. Yaxshi keldingizmi? Xudo sog' bo'ling, omon bo'ling. Ana endi sizga bu tanish iqtibos bitiklari turibdi. Yana sharqdan, g'arbdan, allomalardan, mutafakkirlardan ularning zikrlarini qayd etamiz va fikrlarimiz uyg'unlashsa, tanqidiy, tahliliy nazar, inkor va tasdiq bu ko'rsatuvga ruh mazmun baxsh etadi. Marhamat. Qani? Talmud kitobidan. Aha. Xushomad kuchaygan zamonda qonunlar ham, axloq ham ayniy boshlaydi degan muqaddas kitoblardan bittasi Talmud va unda menimcha o'tgan ko'rsatuv, dastlabki ko'rsatuvimizda bir mulohaza bilan o'rtoqlashgan edik. Umuman iqtiboslarni yashovchanligini sababi nima? Demak, siz o'sha ko'rsatuvda kirish so'zingizda aytgan mashhur bir gapingiz bor edi. Zamonlar o'tishi bilan aynimaydigan, zamonlar o'tishi bilan eskirmaydigan va odam va olamga abadiy xos, doim uni ta'qib etadigan yoki uni qiynaydigan yoki uni boshini qotiradigan, sochini oqartiradigan, peshonasiga tirish tushiradigan hodisotlar aks etsa va qaymog'i aks etsa u iqtibosga aylanadi, keyingi zamonlarga o'tadi, bezavol o'tadi degan. Odam bolasi bo'lganki, xushomadga, xushomad orqali nedir bir manfaatlarga erishish. Hatto bitta gapni aytaymi, Rahimjon? Agar bolalarni kuzatsangiz, hatto bolajonlarda ham hali kichkinalik paytida hali juda unaqa katta maqsadlari, katta bir niyatlari yo'q bo'lgan taqdirda ham nimadir o'zi xohlagan narsaga erishish uchun yo otaga, yo onaga, yo akaga, yo ukaga mana shunaqa yaxshi ko'rinish yomon emas. Insonning bolasida bor. Inson nega yomon ko'rinishi kerak? Tabiatan ham buni faqat qo'llab-quvvatlash kerak. Lekin ana shu uni Aristotelda poetikasida Rahimjon yaxshi bilasiz, bitta o'git bor-da. Go'zallik me'yordadir deydi. O'ta katta narsa ham go'zal emas, o'ta mayda narsa ham go'zal emas deydi. Me'yordadir deydi. Endi buni alohida talqini bor. Balki Aristotel buvadan nimadir chiqib qolsa, u munosabat bilan ham yana to'xtalarmiz. Men nimaga olib kelyapman? Me'yor. Chunki nega shunaqa? Aristotelga ozgina izoh sifatida aytamanki, chunki odam bolasini jismi, joni o'rtalig'ida yaratilganda. Biz fildan yoki boshqa katta mavjudotlardan kichkinamiz, lekin burga bilan pashshadan kattamiz. Bizni mana quloqimiz u yoxud bu mavjudotnikidan kuchliroq eshitishi mumkin, lekin shunday mavjudotlar borki, ularnikidan kuchli eshita olmaymiz. Ko'zimiz ham xuddi shunday. Biz balki pashshadan uzoqroqni ko'ramiz, lekin burgutdan uzoqni ko'ra olmaymiz. Burgutchalik uzoqlikni ko'ra olmaymiz. Nafaqat burgutdan uzoq. Burgutchalik hamma demoqchimanki, biz tuyg'ularimiz ham, hislarimiz ham o'rtalikda yaratilgan. Va go'zallik kriteriyasi ham mana shunda. Xullas, ana shu bolajonni men suhbatimiz boshida aytganim, so'zim boshida aytganim bolajonni agar otasiga, onasigadir boshqa bir insonga yoqish uchun qilgan harakatlari samimiyati bo'lsa, beg'araz bo'lsa, Xudo xayrini bersin. Lekin akasini rizqini, ukasini, singlisini narsasini ega chiqish uchun qilinayotgan bo'lsa, endi bu xushomadga o'tadi. Mana shu narsaga o'rganib qolish, shu narsani xarakteri va umuman yashash tarziga yuklab ketish, keyinchalik shuni o'zi uchun yuk qilib olish, nazarimda odam bolasini butun umri davomidagi juda katta xunuk vaziyatlarga, o'ta inson deb bosh ko'tarib yurishga or qiladigan darajadagi holatlarga, vaziyatlarga solishi mumkin deb o'ylayman-da. Ana shu ma'noda balki bolalarimizni kichkinaligidan boshlab shu illatdan
pok saqlash haqida o'ylaganimiz durustroqdir. Katta bo'lganda ochig'ini aytaman, mazasini totib qolgandan keyin undan voz kechish uncha odamni mardigiga qo'lidan keladigan ish emas. O'sha aytganingizdek, xushomad degan so'zni atrofida yana bir so'zlar urchib ketishiga sabab bo'ladi-da. Xushomad bir samimiy bo'lsa yani. Lekin maqtov o'rinsiz, keyin laganbardorlik degan tushunchalar ham ketyapti-da. Lekin ko'pincha bir hadis bor. Shu hadisni amri ma'rufda ham eshitmaymiz, nahiy munkarda ham eshitmaymiz. Maqtov bu so'yishdir. Endi laganbardorlik haqida shunday gapirgan paytda siz aytgandek muayyan bir manfaatni ko'zlab laganbardorlik qilish bu xunuk. Bu millat tanlamas, illat. Mana hozir iqtiboslarni aytyapsiz, yangi bir iqtibos, shunga uyg'un bo'lgan boshqa iqtiboslar ham kelib chiqyapti-da. Chunki dunyoda o'sha fikrlovchi insonlarning fikrlarida o'zaro uyg'unlik bo'ladi, bu ijtimoiy hayot uchun, taraqqiyot uchun xizmat qiladi. Larushfukoning bir fikri yodimga tushdi, Larushfuko. Laganbardorlar kuzgunlardan battardir. Kuzgunlar o'liklarni yeydi, laganbardorlar tiriklarni yeydi deydi. Mana xushomadni bilan ketishi qanday darajaga boradi? Axir o'ylab ko'ring, aksariyat tiranlar, aksariyat o'sha insoniyatni zavoliga sababchi bo'lgan katta hukmdorlar ham qachondir bolajon bo'lib tug'ilgan edi-ku. Men yaqinda bir ko'rsatuvimizda o'sha Belarus adibi qissasi asosida yaratilgan Idi Смотри, ortingga qarab ket degan bir film haqida ham ozgina mulohaza aytishga harakat qildim. Ana o'shanda filmda oxirida fashizmni dahshatidan hali o'spirin bo'lib qarib ketgan bola yigit Gitlerni balchiqqa botib yotgan rangli portretiga qarab ota boshlaydi. Rejissor Edem Klimov juda zo'r olib qo'ygan. Mana shu keyin orqaga ketadi tarix. Orqaga ketaveradi. Gitlerni hamma urushga qadar bo'lgan nutqlari hammasini otyapti. Oxirida onasini quchog'idagi Gitlerga kelganda to'xtab qoladi. Uni otolmaydi. Axir u bolajon edi-ku. U ham qachondir oppoq qog'oz edi-ku. Agar omadi chopib o'zi qiziqqan musiqaga yoki rasmga qiziqib ketganda balki boshqa barakalla. Mana shunaqa narsa. Xullas, mana shuni dohiy Führer darajasiga kim chiqardi? Umuman nemislarning katta olimini bir kitobi bor. Hali o'zbek tiliga tarjima qilinmagan, men rus tilida o'qiganman. Как Гитлер пришел к власти degan. Va mana shu kitobdagi asosiy xulosa gap bitta. U ham bo'lsa Gitlerning hokimiyatga kelishiga birinchi navbatda Olmon xalqi aybdordir deydi. Qo'yib berdi shunga deydi. Shu oddiy Gefreyter bo'lgan, Gitler kansler bo'lib qatnashgan. Gefreyter bo'lgan bor yo'q. Mana shu Gefreyterda mumkinmidi o'zini Bavariya pivoxonalarida aytayotgan yovuz niyatlarni eslatayotgan, olg'a surayotgan dastlabki paytida kimdir bittasi sovuq bir tarsaki bilan joyga qo'yib qo'yish mumkin edi. Yo'q, uni qilishmadi. Nima qilishdi? Xushomad qilishdi. Unga yoquvchilar ko'paydi. Uni atrofidagi laychalari ko'paydi va oxir oqibatda butun boshli Gitler qo'shtirnoqdagi armiyasi paydo bo'ldi. Stalin, Lenin bularni hammasini kim markazga olib chiqdi? Ana shu omi xalq, ana shu xushomadga o'ch xalq. Nazar va o'zi qotildi, o'zi saylab oldi. Mana shu Talmuddagi gap, ilohiy gap. Odam bolalarini mana shu zalolatdan qaytarish uchun ko'zini ochishga da'vatda to odamzod bor ekan, uni kichkina shaxs doirasida bo'ladimi, katta shaxslar doirasida bo'ladimi, xushomad yemiruvchi omil sifatida inkor qilinishi kerak. Kerak bo'lsa, o'zini hurmat qilgan odam o'ziga boshlanayotgan ana shunaqa muomalani vaqtida to'xtatib, o'sha muomalaga o'tishni normaga aylantirayotganlarni joyini ko'rsatib qo'yish kerak. Ana shunda o'sha odam haqiqiy shaxs, haqiqiy lider, haqiqiy yo'lboshchi deb tan olishi mumkin. To'g'ri, rahmat. Hali mana Gitlerdan so'z ochdingizda, men shunga qarab turaman-da, Восстание зла degan bir kino bor. Uni yoshligidan boshlab qanaqa qilib bu o'sha yovuz bir, ya'ni inglizchada hate speak deydi, nafrat nutqi.
butun harakatlari, mashq qilishlari, notiqlik norozilikdan boshlanadi deyman. Sababi tarixga nazar tashlasak, Mark Tulli Sitseron demasmen ota bobosidan qolgan mulkni ham amaki tog'asidan qaytarib olish uchun o'sha paytda Afinada mavjud bo'lgan tuzum qonunlarini o'rganib ularga hujum qiladi va qaytarib oladi. Ana shu norozilik degan o'sha tushuncha notiqlik so'zi bilan ba'zan uyg'un bo'ladi, lekin buni dudama hanjarga o'xshaydi-da. Ikki tomoni ham kesadi. Bu tomonda yovuzlik, bu tomonda yaxshilik, bu tomonda adovat, bu tomonda adolat. Kim qaysi tomon bilan kessa xizmat qilaveradi. Gitlerni o'sha holatga keltirgan xushomad bo'lsa, keyin uni faoliyatini qo'yib, yo'l qo'yib bergan va keyin uni qaytarish imkoni bo'lmaydi. Chunki u juda katta kuchga ega bo'lib qoldi degan. Xulosa o'rinda aytish kerakki, mana bu yerda xushomad kuchaygan zamonda qonunlar ham, axloq ham ayniy boshlaydi degan gap hali aytganingizdek umumbashariy va asriy, azaliy haqiqat bu. Endi Rahimjon, garchi qo'shimcha bo'lsa ham bir gap aytay. Iqtibosdagi axloq ham ayniy boshlaydi. To'g'risini aytaman, inson bolasi yarim kosa g'izoga to'yadi-ku. Kimlarni ko'rmadik, ortmoqlab ketdimi? Amalidir, obro'sidir, shon sharafidir, boyligidir. Axir hammamizga belgilangan o'sha 2 metr joy-ku. O'sha 12 metr mato-ku. Eng dahshati mana shu dastlabki ko'rsatuvimiz esimga kelyapti. O'sha ko'rsatuvda aytganimiz sinov dunyosini berayotgan qutquvlariga uchib bola chaqani boshqa bir o'zidek kimsalarga xushomad qilib topgan non evaziga boqish qanchalik axloq. Axir bularda hammasi astag'firullah uni o'ziga ursa-yu, xo'p, bola chaqasiga, avlodiga urib ketsa-chi. O'zi aslida shunday bo'ladi. Ana shu axloq ham ayniydi degani shu. Axloq aynigan jamiyatda ro'shnolik, insoniylikka joy ham, o'rin ham bo'lmaydi. To'g'ri. Egasi yo'q doimo ikki narsa bor yurur. Birisi ma'lum muddat ayrimlarga yor yurur. Ikkinchisi barchaga to'la daxldor yurur, istasa, istamasa baribir tayyor turur. Biri mansab kursisi. Ro'zg'oringni qilar but. Ikkinchisini yodda tut, lahadga eltar tobut dedi shoir. Demak, mana shu hali aytganingizdek me'yor degan tushunchada juda ko'p hikmat bor. Inson shu o'zini har bir yurish turishi, ko'rinishi, hammasida shu bir xususiyatlar, bir me'yor bo'lsa, hayoti farovon bo'ladi. O'zi yaxshi yashaydi, keyin nevara chevarlarga urib ketishi, haligi axloq degan siz aytgan kriteriy o'lchovni, kategoriyani, tushunchani, mohiyatini to'la ifoda etadi. Rahmat. Endi navbat mendan bo'ladimi, sizdan? Sizdan. Endi bizga keldi navbat. Xo'p, endi qaysini olsak ekan? Ana Sharq mutafakkiri Madad Sino, Abu Ali ibn Sino bilan bog'liq ekan. Qarang. Chala savodlikdan besabodlik afzalroqdir. Ibn Sino hazratlarini bittagina juda ham qisqa gap, ha? Lekin zo'r gap ekan. Zo'r gap ekan. Ko'rganlarda, kuzatganlarda, o'zini atrofidagilar, hatto Baytul Hikmada ham balki kuzatganlar, zamondoshlari, shogirdlari, Xazinani tillar javohirini chekkaga qo'yib, kutubxonaga balki ustozlarining orasida ham balki kuzatganlar. Dar haqiqat besavod, savodsiz odam agar nedir zarar keltirsa, nedir kulfat keltirsa, uni keltirajak zarari ham hajman, ham mazmunan torgina bir yo'nalishda bo'ladi. Nari borsa bitta oilaga daxl qilar. Boring yana bitta mahallaga daxl qilar. Chala savodchi. Hech qaysisi ayni shu nomga loyiq odamlarni birortasi o'zini shunday deb e'tirof etmaydi. Ozgina bilgani, ozgina eshitib qolgani. Ruschada bitta so'z bor. Okolo literaturniy deydi. Okolo naushniy desa ham bo'laveradi. Xullas shunaqa.
adabiyotdir, ilmdir, shuni atrofidagi tafsilotlarni, faktlarni, balki ko'chadagi gaplarni eshitib qolish evaziga o'zini u yoxud bu sohani egasiman, u yoxud bu sohani ustasiman deb e'lon qiladigan va o'sha ham o'zi ham o'shanga ishonadigan odamlar haqida gap ketyapti-da. U ishonib qolgan. Uni endi eng katta kasofat shunda. Uni ishonib qo'ygan. Uni endi xullas chala savodlik qaysi sohada bo'lmasin. Umuman olganda diplomi bor, oliy ma'lumoti bor. Ayrimlarini fan nomzodligi hozirgi deyotganimiz PhD'si bor. Ayrimlarini doktorligi ham bor. Men shunday akademiyalarni ham bilaman, kuzatganman. Hatto hech bo'lmasa o'zini sohasini ustasi bo'lish kerakmi yo'qmi odam bolasi? Hech bo'lmaganda. Qo'ying, mutafakkirlikni qo'ying. Hamma sohadan bor, Alloh bergan ilmli egalari ham borki, ularni qo'ying, lekin hech bo'lmasa ana shu chala savod inson tarqatadigan u kichkinasidan boshlayman. Ma'ruza o'qiydigan auditoriyani ahvolini tasavvur qilaylik. Uni qo'lida, uni ma'ruzasini 90 minut tinglashga majbur bo'lgan 90 ta bolani qorako'z, qoraqosh ukalarimni, farzandlarimni tasavvur qilaylik. U bilan cheklanmaydi. U qayoqqa chiqadi? Siz bilan meni suratga olayotgan televideniyaga harakatini boshlaydi. Minbarlarda bermaydi. Har xil ana tok shoularda birov so'z bermasa ham birinchi planga chiqishda, kimgadir o'zini namoyon qilishda, nedir bir ilinj bilan yaxshi bilasiz nima ilinjlar yotishini. Demak, mana shunaqa harakatlarni qiladi va o'zini og'zidan nima chiqyapti? Qanaqa fikr chiqyapti? U fikr to'g'rimi? U fikr asoslimi? U fikrdan boshqa fikrni ham yashashga haqqi bormi? Bularni o'ylamagan holda qo'sh tirnoqdagi amri ma'rufga beriladi. Axir siz bilan meni o'zini aqlini tanigan, oq-qorani ozgina farqi borgan auditoriya-yu bir miyig'ida kulib sayra bulbulim sayra deb qo'yar. Lekin qolgan O'zbekiston miqyosida 60% yoshlardan, talabalardan, talabaki o'rganayotgan odamlar, hammasi student ma'nosida aytayotganim yo'q. O'rganayotgan avloddan iborat bo'lgan auditoriyaga qanaqa ta'sir qiladi uni gap. Axir uni tagiga titrlarda yozib qo'yishdi-ku, fan doktori deb. Olim odamning gapini eshityapman deydi-ku. Ana u tarqatayotgan virusni tasavvur qilyapsizmi? Qanchalar qattiq ketadi. Agar bu terminni hozir unchalik ko'p odam ko'rmayapti endi desak, mana u narsani ichidagi yozuvlarchi. Mana u ichidagi astag'firulloh deb gapiraman, Rahimjon, men aralashmayman. Yozib qandaydir bir mayda nimalarga tortishu, lekin majburman bilishim kerak. Nima kechyapti, nima gap so'z bo'lyapti. Shularni bir qism vaqtim bo'lib qolganda o'qiyman. Va astag'firulloh deb gapiraman, o'zini jurnalist deb o'ylayotgan. Bloger degan nom umumiy nom. Hamma mana shuni ichiga kirib olganki o'zini bloger deb sanaveradi. Xudo xayrini bersin. Lekin professional jurnalistlik hujjatiga ega, hatto jurnalistlar uyushmasining a'zosi degan hujjatni ham egasi bo'lgan odamlarni 4 ta gapidagi imlo xatolarni ko'rib, voy xudo deyman, ay o'qitgan ustozingga balli deb beramanda. Holbuki o'shalar go'yo millatni, mamlakatni taqdiriga oid juda muhim muammolar haqida o'zlarining shaxsiy fikrlarini bildiryapti. Mumkinmi? Ozgina avval to'g'ri yozishni o'rganib olinsa. Men to'g'risini aytaman, Rahimjon, savodsiz yoki chala savod yoki ana shunaqa imlosida nuqsoni bor odamlarni hurmat qila olmayman. To'g'ri tushuning. Balki men xato qilarman. Lekin men shunga o'rgatilganman. To'g'ri. Chunki ma'naviyatli inson savodxon inson ma'naviyatli. U og'zaki bo'lsin, yozma nutq bo'lsin. Demak, haligi ikkita gapni birida yozgan paytlarida xatolar bilan tursa, bu qanday qilib ma'rifat tarqatadi? Qanday qilib ma'naviyatli bo'la oladi? Bu ham. Endi keyin ozgina shu bilimga ega bo'la turib, juda ko'p narsani bilishga da'vogarlik qilish, haligi aytganingizdek, o'zini ko'rsatishga bo'lgan minbarlarga yopishuvchi odamlarni ko'rib, ba'zan hayotimizda siz ham biz ham kuzatib ko'ribmiz-ku. Bu narsalar aslida fojia.
Millat uchun fojia. Faqat o'zi uchungina emas. Mana Aflotun bilan, uni ustoz Suqrot bilan bog'liq. Hech bir gap qolmadi, ma'lum bo'lmagan. Dunyoda osir qoldi, mafhum bo'lmagan. Bilimim haqida chuqur o'ylasam, bildimki hech narsa ma'lum bo'lmagan. Bir joyda men bilimdonman desa, hamma hayron bo'lib, sizni bilimdon ekanligingizni bilamiz. Nega buni aytyapsiz desa, sizlar mendan so'ramadingizlar-ku, nimani bilimdoniman? Ko'p narsani bilmasligimning bilimdoniman dedi. Chunki qancha bilsangiz, shuncha ko'p narsani bilmasligingizga amin bo'lib borasiz-da. Mana shunga o'xshagan holat. Shuning uchun ham haligi mashhur bir gap bor. Ustani oldida qo'lingni tiy. Olimni oldida tilingni tiy. Avliyoni oldida tilingni ham, dilingni ham deydi-ku. Shuning uchun ular ko'p narsani ana shu his etib biladi. Shuning uchun o'sha besavodlik afzal bundan ko'ra degani chala savod odam chala mullalardan qo'rt degan bir hay barakalla. O'sha bir siqim, bir tutum, bir siqim, bir tutum go'yo universallik haq bo'ldi. Demak, bu sohani ustasiman, bu sohani astag'firullah. Axir avvalgi ko'rsatuvimizda ham aytdim. So'nggi payg'ambar kelib ketgan. Va eng nimasi? Yaxshi bilasiz. Buyuk rivoyatni. Ulug' mutafakkir so'nggi kunini kechiryapti. So'nggi nafaslarini olyapti. U zotni oldiga do'stlaridan, kichik zamondoshlaridan biri xabar olgani kirgan. Va mutafakkir so'rayapti. Qirildoq ovozda. Falon masalada sizni mulohazangiz qanaqa? Desa, do'sti, shogirdi darajasidagi do'sti ayab, Hazrat hozir shu masalani mavridimikin, shuni muhokama qilish, shu haqda gaplashishni mavridimikin deb istihola bilan gapirsa, birodar, axir men shu so'ragan narsamni bilmay ketganimdan ko'ra bilib ketganim ma'qulroqmi? Ma'qulroq emasmi deb va o'sha rivoyatni aytib, o'sha rivoyat emas, voqeani aytib berayotgan insonni so'nggi gapi. Men Hazratni duosini olib chiqib ketayotganimda, ayvonga chiqqanimda ayollarning yig'i ovozi eshitildi. Joni uziladi. Mutafakkirni. Nimaga ishora bu? Bu shunchaki bir hali qandaydir hali kimgadir o'zingni ko'rsatish uchun gapirib beradigan rivoyatlar emas, bu saboq. Umringni oxiriga qadar ilm izlashga. Demak, hali yetibmassan. Mukammallik faqat Allohga xos. Bandasiga yo'l bo'lsin. Yana eng dahshati, eng zo'r narsa, eng anaqa narsa, Rahimjon yaxshi o'qigansiz, dunyo adabiyoti bo'ladimi, san'ati bo'ladimi? Har san'atning har xil turlari bo'ladimi? Men ukini bir yig'inda ham shu fikrda aytishga harakat qildim. Qandaydir bir juda katta palatnolar, juda katta kashfiyotlar aks etgan, masalan, Dostoyevskiy romanlarini o'qib, hali o'quv bilan o'qiyotgan, fikr bilan o'qiyotgan odam o'shalar bahonasida yana ham to'g'ri, o'shalar turtki bergan yana qancha muammolar borligini anglay boshlaysan-da. Hali yechilmagan qancha savollar borligini anglay boshlaysan-da. Ana shu ma'noda meni bitta maqolamda bir gap ketgan edi. Dunyoni tagiga yetdim degan odamning zavoli tayin. Haq gap. Rahmat. Mana iqtibos sabab juda ko'p narsani bilish mumkin. Va turli makonda, turli zamonda yashagan mutafakkirlarni dunyo qarashidagi, fikrlashidagi uyg'unlikni ko'ramiz va bizga ham qandaydir ma'noda yo'l yo'riq bo'ladi. Boshqacha aytganda, xamir turish ham bo'ladi. Yangi hali xamir turishdan, tandirdan non yopilgani singari bu fikrlar ajdodlarning zikri, avlodlarning fikri bilan uyg'un bo'lgan joydagina rivojlanish, taraqqiyot haqida gap ketadi. Bunday qarab turdik-da mana. Iqtibos deganda ikkita harf oldin turibdi. Bu nima degan ma'noni anglatadi degan ma'no. Biz buni to'g'ri tushunishimiz mumkin. IQ, intellektual koeffitsient. Intellektual darajasi yuqori bo'lgan odam ko'rsatuvda ishtirok etib fikrini bildiradi, mulohaza aytadi, so'z aytish ham o'ziga xos juda katta bilimni, ma'rifatni talab etadi. Shuning uchun bu. Demak, iqtibos qaysidir ma'noda qilish ham bo'ladi, qalqon ham bo'ladi, himoya ham bo'ladi. Hammasiga vosita sifatida mana shu ko'rsatuvni boshlaganmiz, mana davom ettiryapmiz.
siyosatshunoslar, faylasuflar, adabiyotshunoslar, tilshunoslar, umuman fikrlashga, hikmatga yaqin turgan odamlar bu bilan shug'ullanadi va o'zini mulohazalarini bildirishadi va ishtirok etishadi. Hali Navoiy hazratlarining bir hikmati bor. Kimningki hikmatga bo'lsa iltifoti, bo'lsin Nuh umricha hayoti deydi. Sizga ham xuddi shunday istakni bildiraman. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling, omon omon bo'ling. bo'ling. Rahmat.